Ana, endi Türkiye'ye mağdurğanğa tayyorlik qilmasni endi boshlaymiz. Bu çamdanni o'tgan yilgi 2 oydan boshlab uyon qo'ygan vaqtimda ishlatgan shu payda turgan, endi bu narsalarni chiqarib o'zimizning narsalarni solamiz. Saçlarının örümleri tal tal bulsun men üçün. Kaşlarının eğimleri hilal bulsun men üçün. Asminin o tağının suyedek sınal bulsun men üçün. Kirpigimden kanat yasap pervaz kılıp uçayrasa asminin o tağının suyedek sınal bulsun men üçün. Yaxshimsizlar do'stlarim. Salom. Hammalar yaxshi tudinglarmi? Hammalarning mishi vaqtiningki yaxshi bo'lishini umid qilaman. Shu degandek Turkiyaga sayohat qilmoqmiz. Xudoyim buyursa boshqa ish bo'lmay qolsa, yo'llarimiz ravon bo'lsa degandek, shuning uchun men hozir naq men 5 oylik bo'lgan bu vaqt bilan birga sayohat qilishga tayyorlab qoldim. Sayohatga chiqib boqqanman. Lekin bunda kichik bola bilan chiqib boqmagan uchun shuning uchun bek ilaqi ana bo'lib boqqanlar balkim biladi. Ilaqi kallamda-chu qanday tayyorlik qilsam bo'ladi, qanday nima ish qilsam bo'ladi. Yo'lda bir ish bo'lib qolmaslik uchun, bola og'rib qolmaslik, o'zim og'rib qolmasligim uchun qanday qilishim kerak degan nurg'un savollar bilan shunday stress bo'ldim-da. Shuning uchun men kiyimlarni o'ylashmadim, o'zimning kiyimlarini o'ylashmadim, boshqa narsa o'yladim. Bütün dağlar. Resmi bütün dağlar. Neyim için buna dağlarım ivalmen degan vaqtda, çünkü biz bir qıtım sayohatga chiqqan vaqtimizda Arafat 2 yilimiz set og'rib qoldik. Tamoq kunamay, shuning uchun yondirib degandek nurg'un ishlar olib ketdi, aqan demizam bo'ldi. Shunga o'xshash faqat kuch qolmadi, beklam tuyushib ketdi. Shuning uchun aş vaqtdagi shu safar beklam qo'rqitdi bizni. Shuning ustiga u Daniyar kichik vaqtdi. Shuning uchun u bola og'rib qolsa, biz cho'nglar har qanday vaqtda ko'tarib bir ishlarni qila olamiz, lekin cho'ng odam og'rib qolgan vaqtida bektas bo'ldi. Mencha aeroplan stansiyasida Daniyarni arpat ikkimiz almashtirib ko'tarib mangan. Yardım qilgan odam bormi deb ashundoq bo'lib ketgandim. Shuning uchun maqtim tomishqim bo'lmishda yegankin. Shuning uchun nimalarga tayyorlik qilib oldim. Nimalarni cho'qib ilishim kerak. Bu baxtlar bilan degan chaqda tanslar bilan ham behrimonlashtirgim keldi. Anadagi men bu vlogimni buyon kechdan chiqarma. Shuning uchun Navoda ko'rib qolgan, vaqtida ko'rib qolgan bo'lsanglar, ya'ni 2 kun bor bizning ma'lum vaqtimizga, mana narsani diqqat qilsiz, mana narsalarni avolsiz deb menga ayrim xat yozib bersanglar, mayli ostiga yozib kommentar qilib bersanglar, ankin men texmi puxta tayyorlik bilan borman.
Ben başqa nəsə oylamsam, hazırmış balam bilan sağ-salamat biz berib kəsək, kiçik qız qiynab qalmasa degan alam oylayman. Shuning uchun men hozir nima tayyorlik qildim? O'zimning sumkasining ichiga albatta bu amma sumkalarda bor. Shu bolaning yotqizib pamperslarni yengil ishlaydigan, andan keyin mushtaq bir issiq suv qajilaydigan, issiq suvni issiq tutib turadigan har vaqt. Chunki bu qiz 5 oylik bo'ldi. 5 oylik bo'lmasdan boshlab aslida 6 oylikdan keyin tomoq berish kerak. Lekin men azroq bulmoq berishni boshladim. Shuning uchun bir qachisi bilan ikki tal qacha, keyin ikki tal qo'shib, andan shu bulmoq bilan ayrim birini elib, buni savolman sumkamga. Oğlumga, özümüzge hem çoğunluğa səfərə çıxan vaqtda probiotikən bu hesabda tamaqlarını yaxşı həzm qılıb bilən, çünki o yerə beriz, çünki yeyil barımız emasmı? Şunun üçün yaxşı həzm qıldırış üçün bunu aldım. Bularni Norveççe o'qib beray desam, chunki boshqa davlat bilan ismlari o'xshamaydi. Faqat bu nima desa, sho'laqi tomoqni yaxshi hazm qildira oladigan, ishchingiz normal bo'lgan oldim. Andan keyin yana bir narsa bu degan bu mamdi. Bakchiq narsa ekanman. Ha. Birisi ichi surib qolganda ishiladigan, yana birisi yandırdıqanda işildidigan, məsələn, içi sürüb qilish tamaqlarda yaxşı hazm bo'lmaya bo'lmasa, bakteriyalar bo'lib, məsələn, içi sürüb yandırış degandan keyin də shu mishida ikki xil ushmaydigan narsalarni oldim. Andan keyin og'riq to'xtalgan qizimga birini, o'g'limga birini o'xshamaydi, ikkisininki miqdor o'xshamaydi. Qiz kichik bobaqlarga ayrim, cho'ng va 5 yoshli bolalarga ayrim. Lekin o'zimizga og'riq to'xtalish, andan keyin Daniyaning vitamin C. Buning bo'g'iti yana. Bo'lmish ish surib qilishninkiga. Nima jiq ish surib qolganini oldim, chunki ben qo'rqib o'tganchim. Niye qo'rqishdim? Andan keyin bu qo'lmayga buni doktor bergan. Oy, Nadia yig'lab ketdi. Hazır men qiz olsa yig'lab qolib qotdi. Shuning uchun davomlashtirmayman o'xshayman shuning uchun. Yeli qaytib kelay amsa. Biz ham qaytib keldik. Qo'yib qo'ysam yig'laydi ekan, ko'tasam yig'laydi ekan. İşte quchoqda o'tirgan o'xshaydi. Nechun meni o'ynab tursansiz? Nechun o'ynab turamsiz? Shunday qilib hozir biz narsalarning hammasini solaman. Silib chamdonga silib kiyimlarni tiq solmadim. To'g'ri yana nimlarni olibman. İki xil o'xshamaydigan qizim o'zi. Men niyimdaq bunda tayyorlik ketman. Nimada og'ir qilishdan chunki shu bir ish bo'lib qolsa, da'moliq shuguraydigan doktorxonani izlab bo'lishimizdan ansirayman, izlab bo'lolmasligimizdan ansirayman. Ish qilib o'qimayman. Ish qilib tayyorlik qildim. Andan keyin bu baxlarninki vitamin D'si buni oldim. Mana aslimni ağır. Vay, aşağı düşkü. Şunun bilan biz mana insanın hammasini avvalmiz. Shunday qilib, hozir bu narsaning hammasini joy-joyiga solaman, sap bo'lib, andan keyin balalarning evolgan albatta bu qizninki yangi ishlaydigan pampers, upa, may, andan keyin burnini chaqaydigan kichik suv, ishlaydigan o'yinchoq, keyin cho'qim nachto omlashtirilgan kiyim, mishaq narsalarga diqqat qilishimiz kerak ekan. Cho'qim o'zimizningki dumbisiga esilib, andan keyin aeroplan ochqalaydigan, ashta
tayyorlab qilishimiz kerak ekan. Shuning uchun men hozir bu narsani ishini g'ajada sag'ashtiraymi. Ha, eng muhim narsa antibak. Her qandaq vaqt chechib turimiz, ishlatib turimizda. Men cho'qim ash oldindan işte chechib ma'an, meniki balkim. Oychun. Shiqib, sog'-salomat, yaxshi berib o'ynab kelishimizni vahshiy umid qilman. Allohdan tilayman. Yo'llarimiz, safarlarimiz o'ngishli bo'lsin inshaalloh. Shuning uchun endi videoni o'chirib bu narsalarni jo'g'ishtiray. Shu boshqa ish yo'q, boshqa gap yo'q. Shu bugun shu mishinistlar bilan tang o'rtoqlashqim keldi. Navoda menga o'xshash yana ashna kichik babylar bilan birga sayohat qilgan qizlarga masalanga shu nimalarni oladiq alsaq bo'lar degandek shu 5 oylik bu bax bilan safarga chiqqancha nimalarni olamiz degan narsani tang hammaklar ma'lumlashaylik. Kichik babylar bilan safarga chiqib boqqanlaringlar bo'lsanglar, men videomni ko'rib qolgan bo'lsanglar, shu zaman menga kom bo'lib qolgan narsalarni cho'qim kuldigar. Mana narsalaringizni evilishni unutmang. Mana narsaga diqqat qilsiz, bu bax bilan mana diqqat qilsiz degan narsalarni cho'qim menga eskartib qo'yishinglarni bek umid qilaman. Chunki analar düşünsünler, çıkı insan. Doğru anakin bu kızlarınki iştirilgan elaqi harvisininki gay salgan ana tor yatqan vaqtida bir narsalar uçup tushamiz degan to'rsin çok unutib qolmasligimiz kerak ekan. Anki mana bir narsa aldım buni shu ishtirilgan harvisiga ushaqchak narsalarimizni silib, antibaklarni silib, ichadigan ichimliklarimizni qo'ygan narsa, shunday narsa aldım. Şunu bilen yana nimelerni kamke. Kam nesler barmike islerce. Navada mayana unutib qolgan narsa bo'lsa, cho'qim deb qo'yinglar. Emsa men davomli ishimni qilay. Ems Turkiyaga berib ko'rishaylik. Xo'sh. Gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana gül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana gül olsam her an, yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Seni olmasam gözlerim acı güzel. Bana ellerini ver, ay seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, ay seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Na 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 Bana ellerini ver, ay seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, ay seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.
birisi gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana gül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana gül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam.